Bugun biz birlikda Cho'ng bozorining o'rtidagi bu munaraga chiqamiz. Oldi bilan Do'nkavrak tarafdan mashina haydab, bu mashina to'xtash maydoniga keldik. Bu yerda qachon kelsak mashina to'xtash o'rni topqili bo'ladi. Shunga bu yerga pat-pat kelib turman. Shinjong xalqaro Cho'ng bozori qurilgan 20 yilga yaqin vaqt jarayonida men Cho'ng bozoriga ko'p qatim kelgan bo'lsam-mu, bu munarga chiqib boqmabdi ekanman. Bugun menga o'xshash bu munarni ko'rib boqqan, lekin chiqib boqmaganlarga tunishtirish maqsadida bu yerga keldim. Men mushundaq mashinamni munarni o'dliq to'xtatib qo'ygandan keyin mushundaq menib xalqaro Cho'ng bozorining kirish eshigiga qarab maqdim. Qizil chiroqda xeyli uzun saqladim, lekin yeshil chiroq yarim minut yonadigan vaqtni cho'ntib o'tib oldim. Keyin tarafga o'tmay bu tarafdagi kirish eg'izidan kirdim. Bu yerdan kirsak bozorning birinchi qavatidagi qosh tashi buyumlarini sotadigan bozorga kirdik ekanmiz. Mushundaq men bu yerning chiqish eg'izidan Monar tarafga o'tdim. Boshqa tarafni aylanmay udul Monarning kirish eg'iziga keldim va bilet sotib oldim. Bilet bahasi bir odam 30 ko'y ekan. Mana mushundaq men Monarga kirdim. Birinchi qavatda milliy kiyimlar eslgan kichik zal ekan. Kirish beltida yozilgan Monarning ismi Yipak yo'li manzara ko'rish munari bo'lib, Monarning egizligi 80 metr, jami 7 qavat ekan. Birinchi qavatining ko'lami 215 kvadrat metr ekan. Bu yerda lift bor ekan, lekin men texnik tafsili ko'rish maqsadida lift qo'ltirmay peshtaxtning ustiga qarab mangdim. Peshtaxtning yon tomlarida mana mushundaq manzara rasmlar va qo'lda chizilgan odamlar obrazlari bor ekan. Hozir ko'rayotganinglar Munarning ikkinchi qavati bo'lib, bu uyning ismi Uyg'ur millatining uyi ekan. Garchi kichik bo'lsa-mu, shundoq huzurli, rahat bag'ishlaydi ekan. Bu yerda birdam o'ltirgandan keyin yana davomli peshtaxtni bo'ylab ustiga mangdim. Bu tarafda yana ko'rpa yostiqlar qo'yilgan kichik uy bor ekan. Bu tarafdagi peshtaxtning ustiga mang'il bo'lmaydi ekan. Yana sol tarafni bo'ylab menish kerak ekan. Mana mushundaq men 3-qavatga keldim. Bu yer qatma-qum rasmlar ko'rgazma qilingan uy ekan. Bu yerda birdam rasmlarni ko'rgandan keyin yana davomli peshtaxtning ustiga qarab mangdim. Dördüncü qavatdagi bu uyning ismi Qozoq millatining uyi ekan. Qarmoqni kigiz uyga taqlid qilib yasalgan ekan. Bu yerda birdam turgandan keyin yana davomli ustiga qarab mangdim. Bu munarda bir qavat yuqoriga o'rlash uchun 5-6 bilak peshtaxtdan manggan ekanmiz. Mana endi 5-qavat chalg'u asboblar zaliga keldim. Bu yerda Shinjongdagi har qaysi millatlarning asosiy chalg'u asboblari eslgan bo'lib, ostida tunishtirilishi bor ekan. Bu yerdan chiqib yana davomli ustiga qarab mangdim. Endi chiqqanimiz bo'lsa 6-qavat manzara tomosha qilish o'rni ekan. Bu yerda aylanma shaklda deraza bor bo'lib, atrofni nihoyat aniq ko'rgil bo'ladi ekan. Bazı aynaklar paki sürtülmepti. Bunlarning 6-qavatining egizligi taxminan 20 qavatlik bino bilan teng kelgudek.
Bu yerda o'ltirib aram olgach, atrofni tomosha qilg'ili bo'ladi ekan. Mao tarafdagi peshtoqqa atlas raqtlar eslabdi, lekin bu peshtoqdan ustiga chiqqili bo'lmaydi ekan. Mao tarafdan ustiga chiqdim. Bu munarning 7-qavatda shundaqla eng usti bo'lib, bu yerning ismi Qizil Ming'oy tom rasmlari zali ekan. Atrofdagi tomlarda mana shundaq rasmlar bor ekan. Bu yerda birdam aylanib xotir suratlarga tushgandan keyin lift qoltirib 2-qavatdagi yalqi umoq uyga tushib birdam aram oldim va xotir suratlarga tushgandan keyin lift qoltirib qaytib chiqdim. Mana yuqorqisi Shinjon xalqaro cho'ng bozorining o'rtidagi simvollik munarning ichki qismining ahvoli. 30 ko'y bilet olib kirishga arzimda yo'q, u o'zingizning qiziqishi va qimmat qarashingizga bog'liq. Cho'ng bozorining o'rtidagi bu maydon hozir quruq bo'lib, do'yinda to'la ko'radigan yalqi usulchilar texnik o'yinni boshlamabdi. Mushundaq uyoq-buyoqlarni birdam aylangandan keyin bu yerni qaytib chiqdim. Bilim saviyamning chekligi tufaylidan yuqorqi filmda xato so'zilgan, chala qolgan yerlar bo'lishi mumkin. Ayb buyurmay tuzib ko'rarsiz. Zerikmay ko'rganingizga rahmat. Keyingi filmda boshqa joylardagi ziyorat xotiramni davomli tunishtirman, yoqtirib ko'rgaysizlar.